Yaxshimisizlar? Yaxshi, kuningiz yaxshi o'tsin. Ha, yaxshi. Avval qayerda ishlagansiz? Qurilish firmasida ishlaganman oldin. Tushunarli. Ishga olindimmi? Hujjatlaringiz menda qoladi. Ko'rib chiqib, sizga javobni aytamiz. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Oyligini zo'r to'larkan. Ilon ikkalamiz ham kiraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz suhbatga kelgandik. Yaxshi, o'tirib turaylik, ichkarida odam bor. Ha. Nima bo'ldi? Ishga qabul qilishdimi? Qabul qilsa kerak, hujjatlarim olib qolishdi. Rahbar qanaqa odam ekan? Rahbar pashshi seryoz odam, pashshi. Sizlarga omad. Charchamanglar. Rahmat. Xo'p. Voy, jiddiy ekan, nima qilamiz? Bilmayman, lekin birinchi kirishga qo'rqaman. Bana qo'rqaman. Undagi do'nozik. Davay. Dom, ziki. Omadliman. Bor qol, omad. Qo'rqma. Assalomu alaykum. Ket. Sattorova Charos. Rus tilini sizlar mukammal bilar ekansiz. O'sha ingliz tilida bemalol hujjatlarni yoza olaman. Kurslarda o'qib o'rganganman. Avval biron joyda ishlaganmiz. Yo'q, o'zi institutni endi tugatdim. Onlayn ariza topshirgandim, telefon qilib chaqirishdi. Bizning kompaniya juda ham katta kompaniya. Ishga olsak, ishlay olasizmi? Ha, albatta. Ko'rsatkichlaringiz menga ma'qul. Koridorda bo'lib tursangiz, javobini aytib berishadi. Xo'p, rahmat. Nima gap? Olindingmi? Rostdan ham seryozni ekan. Voy, Ha, ko'chaga chiqib turing dedi. Menga uzoq qarab turdi. nega? Bilmayman, keyin chiqib turing dedi. Bor. Omad, rahmat. Seryozni bo'l. Hujjatlaringizni stolga qo'ying.